Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Namangandagi Afsonalar vodiysi tematik parki an'anaviylik kasb etgan 4-xalqaro asal festivaliga mezbonlik qilmoqda. Festival asal arichilik sohasini yutuqlarini namoyish etish bilan birga bu hunarmandchilik buyumlarini tayyorlash kabi ilm va hunar uyg'unlashgan o'ziga xos maktab. Hamkorlik maydoni sifatida ham alohida ahamiyatga ega. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Asal tabiatning noyob ne'matlaridan biri. Uning tarkibida inson organizmi uchun zarur bo'lgan 300 ga yaqin mineral moddalar, fermentlar, vitaminlar mavjud. Eng muhimi u 40 dan ortiq turdagi kasalliklarga tabiiy davo hisoblanadi. Namangan shahridagi Afsonalar vodiysi tematik parkida o'tkazilgan xalqaro asal festivalida mahalliy va xorijiy asal yetishtiruvchilar o'z mahsulotlari bilan qatnashmoqdalar. Namangan bu yil 4-xalqaro asal festivaliga mezbonlik qilyapti. Bu xalqaro asal festivali demak O'zbekistondan tashqari boshqa davlatlardan ham asalchilik sohasidagi tadbirkorlar o'zlarining mahsulotlar bilan ishtirok etishmoqda. Jumladan Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiya davlati, Xitoy va Turkiya davlatlaridan mana shu asalchilik sohasidagi tadbirkorlar o'zlarining mahsulotlari bilan ishtirok etishmoqda. Bugungi kunda namanganlik asalarichilar tomonidan 1500 tonnadan ortiq mahsulot yetishtirilmoqda. Festival doirasida asalning tibbiyotdagi o'rni va ahamiyati yuzasidan hududiy hamda xorijiy 150 dan ortiq mutaxassislar ishtirokida istiqbolli loyihalar yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Bu bizning yangi mahsulotimiz bo'lib, u asalli limon suvi hisoblanadi. Biz bu festivalda birinchi marta ishtirok etmoqdamiz. Yuqori darajada tashkil etilgan ko'rgazma bizda katta taassurot qoldirdi. Qolaversa, mahalliy asalarichilar bilan hamkorlik shartnomalarini imzolashga kelishib oldik. Biz juda mamnunmiz va kelgusida ham shunday tadbirlarda qatnashishni istaymiz. Dunyo miqyosida asalning 3000 dan ortiq turi mavjud. Ular asosan asallarning qanday o'simliklardan nektar yig'ishi va hududning iqlimiga qarab farqlanadi. Asallarning esa 20 mingdan ortiq xili bor. Festival davomida ona asallarning yangi turlarini parvarishlash, iqlimga moslashtirish yuzasidan chet ellik soha mutaxassislari bilan tajribalar o'tkazishga kelishib olindi. 40 yildan ziyod asalarichilik bilan shug'ullanib kelaman. Xo'jaligimizda asalarichilarga zotli ona arilan, karninka, bakvas zotlarini tayyorlab beramiz. Biz mana bu yerga kelib, Qirg'iziston, mana Rossiya davlatlaridan kelgan asalarichilar bilan gaplashdik. Juda taassurotimiz katta bo'ldi bu yerda. Festivalda propolis, perga, yantoq, paxta kabi o'simliklardan olingan 30 xildagi asallar namoyishga qo'yildi. 26 oktyabrga qadar o'tkaziladigan mazkur ko'rgazmaga 2000 dan ortiq xorijiy va 10 mingga yaqin mahalliy sayyohlar tashrif buyurishi kutilmoqda. Bu esa viloyatning turizm salohiyati hamda jozibadorligini oshirish borasida yana bir muhim qadam sanaladi.